Voqea: Ne'matjon to'y qilib o'g'lini uyladi. To'yda tabiiyki, oilaning eski qadrdoni Alijon ham boshqalardan ko'proq yelib-yugurib xizmat qildi. Yangi kelin tushgan xonadonda fayzli bo'ladi deyishadi. Ne'matjonning yangi kelini ham epchilgina chiqib qoldi. Erta tongda turib hovlini, ko'chasini chinniday supurib tozalaydi, suv sepadi. Yosh xushyor kelinning o'z ko'chasida paydo bo'lishi Alijonning tinchini o'g'irladi qo'ydi. Shayton vasvasa qilib ko'ngliga ne qabih iflos rejalarni soldi. Shofyor emasmi, ishga barvaqt ketadi. Har gal ko'cha supurib yurgan qo'shnining kelini ko'rib ilmoqdor gaplar otadi. Taqdor qochirimlar qiladi. Bu hol takrorlanavergach, kelin bor gapni turmush o'rtog'iga aytadi. U ham hayron. Qo'shni bo'lsa, otasining uzoq yillik qadrdoni bo'lsa, o'zi kelinli, nabirali odam, nahotki xotinining gapi chin bo'lsa. Balki xotini adashayotgandir. Uning samimiy gaplari shilqimlik bo'lib tuyulayotgandir. Xullas, bunga boshqa hech kim uncha e'tibor bermadi. Kunlarning birida uyga kelindan boshqa hech kim qolmaganini bilgan Alijon anchadan buyon dillab yurgan rejasini amalga oshirmoqchi bo'ldi. Ne'matjonni so'roqlab, uning xonadoniga kirib boradi va yosh kelinni zo'rlamoqchi bo'ladi. Yaxshiyamki, uning baxtiga qaynonasi ko'chadan kelib qoladi. Sharmanda bo'lishdan qo'rqqan Alijon devor oshib ko'chaga chiqadi va ishxonasiga jo'navoradi. Bechora kelin bor voqeani qaynonasiga oqqizmay-tomizmay aytib beradi. Qo'shnining hech qaysi quyushqonga sig'maydigan, na qonunlarga, na shariatga hukmiga, na axloq odobiga to'g'ri keladigan bu qabih qilig'i uning ishxonasiga-yu mahalla kuyiga ma'lum bo'ldi. Bundan qattiq g'azablangan mahalla ahli uning bu yerdan ko'chib ketishini qat'iy talab qildi. Yaqinda eshitganimiz yana bir voqea oldida bunisi ham holva ekan. Tanishlarimizdan birining tog'asi yaxshigina xonadonga qiz uzatgan ekan. 1 yilcha muqaddam qizning qaynonasi vafot etib, qaynota so'qqa bosh qolibdi. Mahalla-ko'y, qarindosh urug'lar maslahatni bir joyga qo'yib, hali bardamsiz o'ylab qo'yaylik deyishsa, u sira ko'nmabdi. Xotin topishsa rad qilaveribdi. Kosaning tagida nim kosa yaqinda ayon bo'lib qolibdi. Qaynota o'g'lining Rossiyaga savdogarchilikka ketganidan foydalanib, anchadan buyon reja tuzib yurgan niyatini amalga oshirmoqchi bo'ldi. Avval kelinini o'zi bilan birga yotishga ko'ndirish uchun avraydi. Xotinidan qolgan tilla taqinchoqlarni hadya qiladi. Shirin va'dalarga ko'mib tashlaydi. Qat'iy rad javobini olgandan keyin unga po'pisa, tuhmat qilishga o'tadi. Sen suyuq oyoqsan. O'g'lim yo'qligida boshqa yigitlar bilan don olishgansan. Safardan kelishi bilan seni haydataman deb rosa qo'rqitadi. Bolalaring yetim bo'lishidan, suyukli eridan ajrab qolishdan qo'rqqan yosh kelin avvaliga qaynotasining talabiga ko'nmoqchi ham bo'lgan. Biroq Xudo diliga solib, uyiga qochib borgan va bor gapni ota-onasiga aytib bergan. Bechora ota-onalik boshi qotgan. Bu gapni ovoza qilaylik desa, har tomonlama sharmandalik. Qudasining qiliqlariga indamaslikka esa vijdon ham, e'tiqod ham yo'l qo'ymaydi. Nahotki ota o'rnidagi kishi ikkinchi padar o'z farzandining nomusiga tajovuz qilsa, o'g'lining hamiyatini poymol qilib, uning halol pok xotiniga ko'z olaytirsa, axir Alloh taolo Qur'oni Karimda yana o'z pushtkamaringizdan bo'lgan o'g'illaringizning xotinlariga uylanishingiz harom qilindi deb amr etib qo'ygan-ku. Mana shunda miyangni bir savol tinmay kemiradi. Bizga o'zi nimalar bo'lyapti? Nega bu qadar tupanlashib ketyapmiz? Qo'shnining keliniga ko'z olaytirgan, o'z kelini bilan to'shakni baham ko'rishni istagan bu yovuz va vijdonsiz kishilar qayoqdan paydo bo'lib qoldi? Uzoq yillik istibdodning asoratlari, mustabid mafkuraning ming yillik qadriyatlarimizdan uzoqlashtirib yuborgani oqibatida xalqimizning turmushiga kirib kelgan behayolik, fahsh, ichkilikbozlik, giyohvandlik kabi yaramas illatlardan iloji boricha tezroq qutulish payti kelmadimikan?
yoki ana shunday qabih razil voqealarning sodir bo'lishiga teleekranlar, videolar orqali xonadonimizga kirib kelayotgan g'arbona axloq va oilaviy mojarolarning ko'rinishlari sabab bo'lmayotganmikan? Yana bir mulohaza: o'zga bir xonadonga kelin bo'lib tushgan qizlarimiz o'z iffatlari, hayolarini asrash haqida jiddiy o'ylab ko'rsalar yomon bo'lmasdi. Sir emaski, ayrim xonadonlarda yosh kelinlarimiz qarindosh erkaklar, kuyovning do'stlari, qo'ni-qo'shnilar huzurida badan ko'rinib turadigan xir liboslarda, ko'ksi ochiq ko'ylaklarda, xushbo'y atirlarga chimilib bemalol yurishaveradi. Bir dasturxonda o'tirishaveradi. Hatto o'pishib, quchoqlashib ko'rishishlar rasm bo'lib qolgan xonadonlar ham bor. Axir shayton hamisha hamroh deydi xalqimiz. Tabiatdan qiziqqon, ehtirosli bo'lgan o'zbek yigitlar bunday holatlar oldida o'z his-tuyg'ularini jilovlay olishlari mushkul emasmi? Payg'ambarimiz alayhissalomning 2 nomahrom erkak, ayol yolg'iz qolsalar uchinchilari shayton bo'ladi degan hadis shariflari bor. Shuning uchun mukammal dinimiz kelinlarni, barcha xotin-qizlarni ham hayoli bo'lishga, o'zlarini ochiq-sochiq, behayolarcha tutmaslikka, nomahram kishilardan chetlanib turishga da'vat etadiki, bunda eng avvalo o'sha qizning, juvonning sha'ni obro'sini asrash, oila baxti, iqboliga rahna solmaslik, turli fitnalarga duchor bo'lmaslikka ko'zga tutilgan. Shu boisdan kelinlarimizni hamisha hushyor bo'ling, hayo iffat pardasini asrang, chunki insonga shayton doimo hamroh deb ogohlantirgimiz keladi.